Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik pedagogika instituti oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi Tog'ayev Turdimurodman. Bugun biz sizlar bilan n'inchi tartibli determinantlar, ularning xossalari haqida gaplashamiz. Demak, ikkinchi va uchinchi tartib determinantlar 4 ta sondan iborat bo'lgan A1, A12, A21, A22 kvadrat jadvaliga ikkinchi tartibli kvadrat matrica deyiladi. Demak, kvadrat matritsamizda bizda mana bu yerda 4 ta elementimiz mavjud ekan. Ikkinchi tartibli kvadrat matrisaga mos keluvchi ikkinchi tartibli determinant deb quyidagi belgi va tenglik bilan aniqlanuvchi songa aytiladi. Demak, mana bu yerda matritsa bilan determinantni bizda farqi faqat belgilanishda bo'lyapti. Ya'ni bu ochiq qavslar bilan, bu esa modul uzunlik bilan belgilab qo'yilgan. Demak, A1 bu determinant 2 determinantini hisoblashimiz uchun biz ya'ni bosh diagonaldan yordamchi diagonalni ayirib tashlashimiz kerak. Ya'ni bosh diagonal ko'paytmasi A1 A22 yordamchi diagonal ko'paytmasi esa A12 va A21 elementlar hisoblanadi. Mana bu yerda bizga ikkinchi tartib determinantni hisoblashimiz ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, uchinchi tartibli determinant quyidagicha bo'ladi. Demak, A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 va A33. Bu uchinchi tartibli determinantni hisoblashimiz uchun biz hozir sizlarga determinantlarni hisoblashning uchburchak usulini ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni uchburchak usulida bosh diagonal, mana bosh diagonalimizda bizda A1, A22, A33 sonlari turibdi, elementlari turibdi. Va o'sha elementlarni ko'paytmasi mana bu yerga yozilgan va unga parallel bo'lgan diagonal uchburchaksimon ko'rinishini, ya'ni A12, A23, A31 mana bunaqa ko'rinishda uchburchaksimon ko'rinishga olib kelyapmiz. Demak, o'sha uchburchaksimon ko'rinishni biz olib kelib yig'inni qo'shamiz va ikkinchi unga yordam parallel diagonal mana A21, A32 va A13 uchburchaksimon ko'rinishini yig'indisini qo'shib va undan biz yordamchi diagonal xuddi shu ma'lumotlarni yordamchi diagonal ko'paytmalarini ayirib tashlaymiz. Mana bu yerda ham hammasi A1 bo'lib ketibdi. Demak, mana bu ayirishimiz kerak bo'lganlari A13, A22 va A31. A23, A32 va A11 ko'paytmalari va A12, A21, A33 ko'paytmalarini ayirib tashlashimiz kerak. Xo'p, mana bizga birinchi misol keltirilgan misol ko'rib chiqamiz. Mana 1, 3, -2, 0, 4, 1, -1, 2, 6 elementlardan tashkil topgan 3 ga 3 kvadrat matrisa berilgan. Demak, buni bosh diagonaldagi elementlarni ko'paytirsak 1, 4, 6 mana va unga parallel bo'lgan diagonal 3, 1, -1 sonlarni ko'paytiramiz va keyingisi 2, 0, -2 mana sonlarni ko'paytirib yig'indisini hisoblaymiz va undan ayirishimiz kerak bo'ladigani -2, 4, -1, 1, 2, 1 va 3, 0, 6 elementlarni ko'paytirib ayirib tashlaymiz va yakunda bizning hisob kitobimiz ne chiqyapti? 11 chiqar ekan. Determinant AIJ elementining MIJ minori deb, ya'ni biz determinantlarda minor tushunchasini kiritgan edik. Shu determinantdan shu element turgan qator va ustunni o'chirishdan hosil bo'lgan determinantga aytiladi. Determinant AIJ elementining algebraik to'ldiruvchisi deb quyidagi munosabatga aytiladi. Ya'ni algebraik to'ldiruvchi bilan minor bir-biriga o'zaro bog'liq narsalar ekan. Xo'p, determinantning asosiy xossalari. Demak, birinchi xossasi, agar determinantning barcha satrlari mos ustunlari bilan almashtirilsa, uning qiymati o'zgarmaydi. Demak, determinantning barcha satrlari va ustunlari bilan deyapti, ya'ni satrlardagi elementlarni ustunga yozsak ham mosini, demak, qiymati nima qilar ekan? O'zgarmas ekan. Ikkinchi xossasi, agar determinantning barcha satrlari mos ustunlari bilan almashtirilsa, uning qiymati o'zgarmaydi. Demak, agar uchinchi xossasi, agar determinant ikkita bir xil satrga ega bo'lsa, qiymati 0 ga teng bo'ladi. Demak, ikkita satrdan satrlaridan ikkitasi bir-biriga o'zaro teng bo'lib qolsa, uning qiymati 0 ga teng bo'lar ekan. To'rtinchi xossasi, agar determinant ikkita parallel satrining mos elementlari proporsional bo'lsa, qiymati 0 ga teng bo'ladi. Demak, determinant parallel satrlarning proporsional deganda ular ayni bir songa farq qilsa degan. Beshinchi xossasi, determinantning biror satr
elementlarning umumiy ko'paytuvchilar determinant belgisidan tashqariga chiqarish mumkin. Demak, barcha elementlariga tegishli bo'lgan umumiy ko'paytuvchini biz uning determinant belgisi tashqarisiga chiqarishimiz mumkin ekan biror satr yoki ustun bo'yicha. 6-xossasi determinant ikkita parallel satri o'rinlar almashtirilsa, determinant ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Demak, biz ikkita satrni bir-biri bilan joyini almashtirsak, uning ishorasini qarama-qarshisiga o'zgartirishimizga to'g'ri kelar ekan. 7-xossasi determinantning qiymati biror satr elementlari bilan shu elementlarga tegishli algebrak to'lduruvchilar ko'paytmalari yig'indisiga teng. 8-xossasi, demak, determinant biror satr elementlari bilan parallel satr mos elementlar algebrak to'lduruvchilar ko'paytmalari yig'indisi 0 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. 9-xossasi determinant biror satrning har bir elementi ikki qo'shiluvchi yig'indisidan iborat bo'lsa, u holda determinant ikkita determinant yig'indisiga teng bo'lib, ularning biri tegishli satr birinchi qo'shiluvchilardan, ikkinchisi esa ikkinchi qo'shiluvchilardan iborat bo'ladi. Masalan, deyapti. Mana bizga bitta determinant berilgan bo'lsin. Mana A1, A1 ga qanaqadir B1 soni va A1, A2 ga qanaqadir B2 soni va A2, A3 ga A3 ga qanaqadir B3 soni va A3 determinant berilgan bo'lsin. Biz ushbu determinantni ikkitaga ajratib yozishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerda qo'shilgan B1, B2, B3 elementlarini biz ikkinchi determinantni mos elementlar sifatida yozishimiz mumkin ekan. 10-xossasi agar determinantning biror satri elementlariga parallel satrning elementlari biror o'zgarmas son ko'paytirib qo'ysa, determinantning qiymati o'zgarmaydi. Ya'ni mana ko'rishimiz mumkinki, bizga berilgan 3 determinantimizga 3-satriga qanaqadir birinchi satrni qanaqadir birorta mu o'zgarmas songa konstanta songa ko'paytirib qo'shsak ham qiymati o'zgarmas holatda qolar ekan. N'inchi tartibli kvadrat matrica deb n'ga n ta sondan iborat. Ushbu demak, mana jadval matritsani ko'rishimiz mumkin. A1 dan A1gacha elementi, A-n1 dan A-n-gacha. Demak, bu n'ga n o'lchovli kvadrat matrica bo'lar ekan. Uning n'inchi tartib determinanti deb quyidagi belgi tenglik bilan aniqlovchi songa aytiladi. Ya'ni birorta determinantimizni mana belgilanishi A1 dan A1gacha, A-n1 dan A-n-gacha. Ya'ni bu determinantimiz n'ga n bo'lgan kvadrat determinant hisoblanar ekan. Determinantning biror satr yoki ustuni elementlarining bittasidan boshqalarini oldindan 0 ga aylantirib, shu satr yoki ustun bo'yicha yoyib hisoblash mumkin bo'lsa, determinant tartibini pasaytirish usuli deyiladi. Mana misol tariqasida ko'rsatilganki, mana bu yerda bizga mana 4 ga 4 bo'lgan determinant berilgan. Mana o'shani biz qanaqadir nollarga keltirib, biror satr yo ustun bo'yicha o'rinlarni almashtirib, mana ikkinchi ustunini nollarga keltirib, va o'sha ikkinchi ustun bo'yicha yoyishimiz mumkin. Buning uchun bizga algebrak to'ldiruvchilar kerak, ya'ni minorlar kerak bo'ladi. Demak, bu yerda bizga nima uchun nollarga keltirib olishimiz kerak? Birorta ustun bo'yicha hisoblashimizda mana -1 ga hisoblab, minor deganda bizga -1, mana A1 va 2 element turgan elementlar o'chiriladi. Ya'ni mana bu satr bilan bu ustunni o'chirib tashlasak, bizga 4, 2, 1, 4, 15, 1, -3, 32, 1, 3 ga 3 determinantimiz hosil bo'ladi. Va o'sha determinantimizni hisoblasak, bizga nima uchun -1 darajasida 3 qo'yapmiz? Chunki minorlarda ko'rganimizdek, -1 turgan -1imizda ularni satr va ustunda turgan o'rinlarini yig'indisini hisoblar edik. Ya'ni ikkinchi ustunda birinchi satrda turganligi uchun ikkalasi yig'indisi, ya'ni 3 bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Demak, mana shu 4 ga 4 determinantimizning qiymati 91 ga teng ekan. Demak, bugun sizlar bilan biz n'inchi tartib determinantlarini ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.